Assalomu alaykum. Excel darslarini davom etamiz. Diagramma mavzusining ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu darsimizda oldingi darsda va'da qilgandek diagrammani qo'shimcha imkoniyatlarini foydalangan holda sozlashni o'rganamiz. Mana bizda quyidagicha diagramma mavjud. Bu diagrammani o'zgartirish kerak zarurat qismini aytib o'tishim mumkin. Mana bu diagrammada oxirgi yilgi kategoriyada hech qanday ma'lumot berilmagan. Mana orada qandaydir bo'shliqlar mavjud, qandaydir kamchiliklari mavjud. Shularni dasturni o'zida to'g'rilagan holatda kerakli natijaga erishishni o'rganamiz. Har doimgidek kerakli sohani belgilaymiz. Stavitga kirib, recommended diagrammaga kiramiz. Bu yerda tavsiya berganlaridan tanlashimiz mumkin. Agar bizni qoniqtiradigan bo'lmasa, все diagrammadan o'zimizga yoqtirganini tanlaymiz. Masalan, mana buni ko'ramiz. Diagramma hosil bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'zaro uzuqliklar mavjud. Mana 2019-yildagi natijalar bo'yicha kamchiliklar mavjud ekan. Bu nimadan kelib chiqyapti? Bu mana oradagi bo'shliqlar, mana bo'sh kataklardan kelib chiqyapti. Shu uchun hozir buni filtrlab o'rganamiz. Mana bu bo'limga bosamiz. 2020-yilni hamda mana bu yerda pustoy yacheyka deydi, ya'ni bo'sh katakchalarni o'chiramiz. Masalan, o'chirdik, 1 minut qilamiz. Mana diagrammamiz o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Demak, biz mana bu yacheykalarda, mana keraksiz bo'sh yacheykalardan qutuldik. Oldingi darsda ko'rib o'tdik. Mana bu yerda qo'shimcha nomlar, xarakteristikalar berishimiz mumkin. Mana bu yerda o'qni nomi qanday bo'lishi, o'sha kerakli qiymatlarni ko'rsatish va hokazolarni ko'rib o'tdik. Endi mana bu yillar bilan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yillar berilgan, bu yerda esa xizmat ko'rsatish yoki o'sha sohalar berilgan. Ularni o'zaro almashtirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun diagrammani bosgan holatda mana buni bosamiz. Strok bilan stalbets, ya'ni ustun bilan to'sinni almashtiradi. Bu orqali yillar davomida o'sishni kuzatishimiz mumkin. Boyagi bergan natijada biz yetarlicha ma'lumot ola olmaymiz, chunki bunda o'zaro sohalarni bir-biriga solishtirib beryapti. Bu esa biroz noto'g'ri. Bunday holatda esa yillar bo'yicha kerakli soha, mana masalan ko'rishimiz mumkin, transport sohasida yillar davomida o'sishga erishganini ifodalab beryapti. Mana bu esa boshqa moliya xizmatlari sohasida o'zgarishlarni ko'rsatib beryapti. Shu orqali keraklicha o'sha o'zgarishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari, mana bu yerda o'tgan darsda ham ko'rib o'tdik, turli xildagi ranglar, ishlovlar berish bu bilan muammo bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Diagrammani belgilagan holatda qo'shimcha elementlarni ham qo'shishimiz mumkin. Mana masalan boya ko'rib o'tdik, nom pastga berish, qo'shimcha nom yon tomonga berish, diagrammani nomini berishimiz markazroq yoki boshqacha. Bu yana ham qulayroq, ko'proq ma'lumot berib o'tishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, kerakli qiymatlarni o'sha nuqtani o'ziga yoki chaproq yoki o'ngroq, tepasiga, pastiga kabi amallari mavjud. Tablitsa bu oldin ko'rib o'tdik. Mana yonidagi tablitsani grafikni tagiga ham ifodalab beradi. Ko'rishingiz mumkin, o'zaro oraliqlar hisobiga ko'rsatib beryapti. Setka bunday, mana bunday. Bu o'zingizga ehtiyojingizdan kelib chiqib tanlashingiz mumkin. Mana bu yerda trendni ham ko'rsatishimiz mumkin. O'tgan darsda ko'rdik trend nimaligini. Diagrammaga oid bo'lgan kerakli ma'lumotlarni berib o'tdim. Mana bu yerda yana bir aytib o'tishimiz kerak bo'lgani, bu yana ham murakkabroq qiladi diagrammamizni. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda yozuvlari bilan hattoki mana. Bundan tashqari yana bir aytib o'tishim kerak bo'lgan jihati, diagrammalar bilan ishlash chog'ida shunga e'tibor beringki, ortiqcha ma'lumotlar bilan qochishga urining, chunki diagrammani o'qishni o'zi biroz qiyin tuyuladi, biroz qiyinlik tug'diradi. Agar unga siz kerak bo'lmagan turli xildagi ma'lumotlarni qo'shsangiz, yetkazib berish imkoniyatingiz kamayishi mumkin. Shuning uchun keraklarini ko'rinadigan tarzda ifodalab, qolgan qismini esa o'zingiz og'zaki tushuntirib berganingiz ma'qul deb o'ylayman. Diagrammaga oid mavzuyimiz shu bilan yakunlanadi. Keyingi darsimizda funksiyalar bilan ishlashni boshlaymiz. Funksiyalar nima? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin.
Mana ko'rishingiz mumkin. Turli xil sohaga tegishli bo'lgan funksiyalarni ko'rib o'tamiz. Funksiyalar bu ishimizni yana ham osonlashtirib, Excelga oid bo'lgan bilimlarimizni yana ham mukammallashishiga yordam beradi. Shunday ekan, keyingi darslarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha